o'rtoqlar, mana yoz ham oxirlanib qoldi, avgust oyi keldi. Lekin biza hali hech qayoqqa dam olgani, hattoki shu yerdagi tog'larga ham chiqqanimiz yo'q. Sababi buvimga qarashga to'g'ri keldi va oyimlarni yana nabiralari bor. O'shaning uchun oyim ham dam olganlari yo'q. Oyimlarning kayfiyatlarini ko'tarish uchun kichkinagina sovg'a tayyorlab qo'yganman. Bitta surprizim bor. Demak, ketdik, hozir xursand qilamiz oyimlarni. Saqlama dilda g'am mehrni Bugun surpriz manda. Onajonim jannatim deb mana yozdirib to'rtlar bilan oyimlarga sayohat. Mana kelinimga sayohat. Mana mehribonim birgalikda sayohatga ketamiz. beazorim onam beg'uborim onam onajonim onam Xudo xohlasa hammamiz mehribonim birgalikda onam ketamiz. Rahmat e'tiboringizga. beazorim onam Taassurotlaringiz qanaqa? Zo'r, gap bo'lishi mumkin. onajonim